Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, bizda tezkor xabar. Ayollar 54 yoshdan yoshga doir pensiyaga chiqa oladimi? Va shu haqda batafsil. O'zbekiston Respublikasining 1993-yil 3-sentyabrdagi fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunning 12.1 moddasi umumiy belgilangan yoshni 1 yilga qisqartirilgan holda pensiya olish huquqi. Ushbu qonun 37-moddasining A, B, V va G bandlarida nazarda tutilgan kamida 20 yillik ish staji bo'lgan ayollar 54 yoshga to'lganida pensiya olish huquqiga ega bo'ladilar. Demak, mazkur qonunning talablaridan kelib chiqqan holda sizning yagona ijtimoiy to'lov sug'urta badallari to'lab ishlagan ish stajingiz bola parvarishi va oliygohdagi o'qishdan tashqari 20 yildan ortiq bo'lsa, siz yoshga doir pensiyaga tayinlanishi yuzasidan tuman, shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Va kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va yaqinlarga ulashib qo'yishni unutmang.